Assalomu alaykum azizlar. Kechasi Jahongirning kichkina bashalari o'ziga tortib o'ldirish xususiyatiga ega u. Mana hammasida chivinlar, bashalar o'lgan. Ular chirib pastga tushib ketadi. Bu Pavloniya daraxti. Pavloniya daraxti yiliga 4 metrdan 6,5 metrgacha o'sadi. Buni ko'chatlaridan bor, 4,000 so'mdan boshlanadi narxlari. Barilari, tanalari, chivinlari, bashalarni o'ldirish xususiyatiga ega bo'ladi. Shunaqa holatda ana chivinlar terrorliga. Asta nomeriga aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar. Ko'chatlarni dastavka qilib beramiz.